أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته Hürmetlik Müslüman qarindoshlarimiz, bugün her bir qaysimizlar bilan ortaqlaşmoqchi bo'lgan darslik temamiz Müslümanның iddisidagi vaqt qarish. Ya'ni Müslümanның vaqtga qarta majburiyati va mas'uliyati. Bu vaqt masalasi bir Müslümanның hayotida intayin muhim, ahamiyatlik bir bo'lgan bir masala bo'lishi kerak. Nemishqa biz hayotimizda ko'plagan yaxshi natijalarni ro'yobga chiqarishimiz uchun biz hayotimizda eng unumlik, xayrlik ishlarga muvaffaq bo'lishimiz uchun biz vaqtni ching tutishimiz kerak. Mayli ilm olayli, mayli tijorat qilayli, mayli biz katta buyuk ishlarga qadam bosayli, biz har bir harakat, har bir mashg'ulotimizda mana bu vaqtga favqulodda ahamiyat bermagan vaqtimizda bo'lmaydi. Shuning uchun Peygamberimiz Muhammedur Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem özünün mübarek hadisinde ni'metani mağbunun fihima kathirun minen nas. Es-sihhatu vel firagu deb nayturuşan otur koygan. Peygamber aleyhisselam mana bu mübarek hadiste ikki xil ni'mat bor. Ko'pligan kishilar bu xil ne'matning o'zida ziyon tortadi dedi. Buning birisi salomatlik ne'mati, yana birisi bo'sh vaqt. Ko'p insonlar o'zining tan salomatligiga ahamiyat bermasa va yana ko'pligan insonlarning mag'lubiyati, talafati, moddiy va ma'naviy jihatdagi halokati shu vaqtga ahamiyat bermaganlikdan, vaqtni ching tutmaganlikdan maydonga keladi. Biz bu hayatımızda Kur'an-ı Kerim'nin vaqtga ne kadar ahamiyat berganligida, Peygamberimiz Muhammedur Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'nin vaqt qarta ne kadar ahamiyat berganligini ve şundaqla bir Müslümanның mana bu vaqt meselesiga ne kadar ahamiyat berishinin zo'rligini elbette bilishimiz kerak. Şu sebepten Peygamber aleyhissalatu vesselam'ның yuqorqi hadisiga murojaat qildigan bo'lsak, ko'plagan insonlarning ziyon tortgan ne'matning birisining bo'sh vaqt ekanligini Peygamber aleyhissalam o'ttirib qo'ydi. Mana biz shu bo'sh vaqtlarimizda ne Qur'on o'qimayotgan, ne diniy ta'lim tarbiyaliga ahamiyat bermayotgan, ne o'zimizning dunyolik yoki oxiratlik bo'lgan ilmlarni egallashga ahamiyat bermayotgan, o'zimizning ma'naviy safosini yuksaltirish va taraqqiy qildirishga ahamiyat bermayotgan, biz davomli turda o'zimizning har bir bosgan qadamimiz, her bir elib berayotgan faoliyat mashg'ulotlarimiz plansız, nishonsiz, behuda davomlashayotgan, ritmsiz, rassiz ana shundoq behuda xo'rayotgan, isrof bo'layotgan mana bu holatlar bizning hayotimizda mavjud. Aziz musulmon qarindoshlarimiz, biz mana bu buyuk vaqt ne'matiga alayda ahamiyat berishni o'rganishimiz kerak. Chunki bu vaqt bizning hayotimizni tashkil qiladi. Agar ki biz bir minut, bir sekund vaqtning o'ziga ahamiyat bermaganimizda, buningga ko'ngil bo'lmaganimizda, shu vaqtning ikkinchi bir qatim hayotimizda takrorlanmaydiganligini biz unutib qolmasligimiz kerak aziz birodarlar. Chunki vaqt bizning hayotimizni tashkil qiladigan eng zo'r omil. Bu hayotlik insonga nisbatan faqat bir qatim keladigan katta fursat. Bir qatim, ikkinchi, uchinchi qatim kelish aslo mumkin emas. Anda bo'lgan vaqtida inson mana shu o'zining qisqig'ini bo'lgan bu hayotida musulmonlarga foydali, butun insoniyatga foydali, islom ummatiga foydali va o'ziga foydali bo'lgan yaxshi natijalarni, yaxshi g'alaba, utuqlarni qo'lga keltirish uchun yana bu vaqtni o'tish kerak. Vaqtni va vaqt ne'matini qadrlash kerak. Mana shu hikmatlarda al-vaqtu kas-sayf, vaqt qilich o'xshaydi. Sen uni kesmasang, u seni kesidi,
deydigan ana shunday hikmatlar bor. Şunu biz vaqtga ahamiyat bermasak, vaqtni ching tutmasak, shu vaqtdan unumli foydalanib, o'zimizga ham, oilamizga ham, musulmon ummatiga ham, o'zimizning millatiga ham foydali bo'lgan ana shunday ilmlarni egallashga, amallarni qilishga oldirmaydigan ishimiz bo'lib qolsa, biz kunlarning birida biz pushaymon qilamiz, hasrat chekamiz, ammo bizning pushaymonlarimiz, bizning chekkan hasratlarimiz bizga hech bir foyda bermaydi. Qur'oni Karimga qaraydigan bo'lsak, Alloh taolo islom ummatini sari'u, tasabaqu, oldiranglar, vaqtni ching tutinglar. Mana bu buyruqlarni beraylik. Peygamber aleyhisselam badiru bil a'mali saliha. Yaramlık amellerini qilish qoldiranglar. Yaramlık amellerini qilishga davomliq turda intilinglar degan buyruqlarni Peygamber aleyhissalatu vesselam beraylik. Demek bu buyruqlarning har birisi bizni şu kadar bu vaqtni ching tutib, yaramlık amellerini qilish, şu orqali musulmonlarga, bütün islom ummatiga yaxshi bo'lgan xayrlik faoliyat mashg'ulotlar bilan shug'ullanishga xitob qilinganligini biz albatta tushunishimiz kerak. Şunun için Peygamber aleyhissalatu vesselam'ның mana bu alayda g'animat bilishga tegishlik, alayda uni qadrlashga tegishlik bo'lgan ne'matlar ustida to'xtalgan bir muborak hadisi var. Rasululloh sallallohu alayhi vasallam mana bu hadisda shunday deydi. 5 turlik ishni 5 turlik ishdan burun buni qadrlanglar, buning qadriga yetinglar, buni g'animat bilinglar deb Peygamber aleyhissalam mana bu haqiqatni sharhlab kelib nima deydi? Sihhataka qabla saqamik. O'zingning og'rib qilishingdan burun, kasal bo'lib qilishingdan burun sen o'zingning sog'lom, salomat vaqtingning o'zini buni qadrla. Buni g'animat bil. Yana Peygamber aleyhissalam shababaka qabla haramik. Yosh vaqtingni yashinib qilishingdan burun, qirib qilishingdan burun g'animat bilgin. G'inaka qabla faqrik. Qo'lingda iqtisoding bor, imkoniyating bor. Bay vaqtingni nomrod, kambag'al, hech bir imkoniyating bo'lmaydigan, iqtisod qo'lingda tugab ketadigan vaqt kep qilishdan burun g'animat bil. Firag'aka qabla shug'lik. Bo'sh vaqtingni oldirash bo'lib qoladigan vaqtingdan burun g'animat bil. Hayotaka qabla mavtik. Hayotingni dunyodan ketishdan burun, o'lib ketishdan burun g'animat bil. Buning qadriga yet dedi. Mana Peygamber aleyhisselam bu mübarek hadisida salomatlikning bir ne'mat ekanligi, boylikning bir ne'mat ekanligi, yoshlikning bir ne'mat ekanligi, bo'sh vaqtning bir ne'mat ekanligi, hayotning bir ne'mat ekanligi. Ammo bu ne'matlarni o'z navbatida har bir musulmonning qadrlashining, bu ne'matlarning qadriga yetishining naqadar muhim, naqadar zarurligini Peygamber aleyhisselam mana bu mübarek hadisda o'tirib qo'ydi. Biz buni qadrlashimiz kerak. Mana shu ne'matlar ichidagi bo'sh vaqt, firag'aka qabla shughlik, mana bu bo'sh vaqt. Bu intayin muhim ne'mat aziz birodarlar. Shunga Alloh subhanahu va taolo namozni farz qildi Qur'oni Karimda. Ammo Peygamber aleyhissalatu vesselam nima dedi? Amalning eng afzali o'z vaqtida ijro bo'lgan. Namozning eng afzali nima dedi? As-salat ala vaqtiha. Vaqtida o'qilgan namoz dedi. Nemişki bu 5 vaqt namazını ne bomdatның vaqti, ne pişinның vaqti, ne asrның vaqti, ne namazşam xuftanның vaqti deb onun alaydı vaqt bekitip, alaydı vaqti bilen okulatkan, eni şundaq bir prinsipni bekitip koymasdan ülgüce okup aladığan qıp koymadı. Bu fakat Müslümanların idisida bir vaqt qarşını etildirish. Her bir ishni öz tertibi, öz qoidasi bo'yicha ijro qilishni o'rganish. Bu hayotni qadrlash, bo'sh vaqtning qadriga yetish, shu orqali o'zining hayotini radlik elib berishga alayda undashdan iboratdir. Alloh taolo Qur'oni Karimda vaqt bilan qasam qildi. Val asri innal insana lafi khusr. Mana bu yerda vaqt bilan, zamon bilan Alloh subhanahu va taolo ham qasam qilgan bo'ldi. Bu vaqt, bu zaman, bu insanların hayatını teşkil kılır. Şuna her bir Müslüman çokum özünün hayatını qadrlash uchun vaqtni qadrlash kerak. Hayotida yaxshi natija, yaxshi utuqlarni qo'lga keltirish uchun vaqtning qadriga yetish kerak. Bu vaqtni ching tutish kerak. Mana tabiinlarning hayoti qaraydigan bo'lsak, sahabi kiramlarning hayoti qaraydigan bo'lsak, shu sahobalar vaqtga qanday ahamiyat berdi? Tabiinlar vaqt qanday ahamiyat berdi? Ta bugungi kelganga qadar ahli sunna vel jamoa aqidasining peshvolari qanday vaqtga qanday ahamiyat berdi? Vaqtdan qanday unumli foydalandi? Biz qanday foydalanyapmiz? Mana bugungi kunda bo'sh vaqt topsak, behuda, ahamiyatsiz paranglarni qilishyapgan.
Müslümanların gaybetiga chiqayotgan, şunun bilan özara adavet, özara ixtilof, özara bölünüşler maydonga chiqayotgan, şunun sabab bo'layotgan. Biz o'zimizning vaqtini ne o'rganishga, ne Qur'on o'qishga, ne ahamiyatlik bo'lgan ilmlarni egallab islom ummatiga foydali bir sharoit, parlaq bir muhit hozirlashga tirishishdan iborat bu holat bizda mavjud emas. O'zimizga talab qo'yishimiz kerak aziz birodarlar. Shuning uchun bu vaqt ne'matiga shu qadar ahamiyat berish kerak. Abdullah ibn Mas'ud shundoq degan ekan. Men hayotimda quyosh patgan, ajilim qisqargan. Ammo qilgan amalim ko'paymagan bir kunga pushaymon qilgandek ikkinchi bir narsaga pushaymon qilib boqmadim degan ekan. Quyosh patgan, ajilim qisqargan. Ammo qilgan amali ko'paymagan. Mana bu kunga shu qadar pushaymon qilganligini o'tirib qo'ygan. Shu qadar. Shunga mana shu sahabi kiramlar bu vaqt masalasiga shu qadar ahamiyat bergan. Davomli payg'ambar alayhisolatu vasallamdan shunga ya Rasululloh, amalning qaysi eng afzal? Qaysi amalni qilsak bizga manfaatlik? Qaysi amalni qilsak bizni jannat kirgizib, do'zaxni yiroqlashtirdi? Mana mushuning aloqador savolini payg'ambar alayhisolatu vasallamdan takror so'ragan. Shunga aziz birodarlarimiz, biz mana bu vaqt ne'matini qadrlashni bilishimiz kerak. Bu vaqt ne'matiga ahamiyat berishni bilishimiz kerak. Biz bu vaqtni unumli foydalanishni bilmasak, vaqtni ching tutishni bilmasak, biz ko'plagan mag'lubiyatlar, ko'plagan hasrat, nadomatlar hamon bir kuni bizning hayotimizda mavjud bo'ladi. Shu esimizdan chiqib ketmasinki, bu vaqtdan Allohning oldida hisob beramiz. Behuda o'tkazib o'tgan vaqtlarimizdan shu vaqtni qadrlamay, shu vaqtning qadriga yetmay, o'zimiz behuda mashg'ulotlar bilan shug'ullanib, qo'ldan bergan ana shu bo'sh vaqtlardan Allohning oldida hisob beramiz. Shunga bütün dünya Müslümanlarga, şu cümleden Uygur Müslümanlarga tavsiyarim shuki, biz bu vaqtni ne'matiga ahamiyat beraylik. Bu vaqt ne'matini ching tutaylik. Va bu vaqt qarta bizning majburiyatimiz nima? Biz nima ish qilishimiz kerak shu vaqtda? Biz namoz o'qiydigan vaqt namoz o'qiylik, ro'za tutgan vaqt ro'za tutaylik, ilm o'rganadigan vaqt ilm o'rganaylik, aram oladigan vaqtda aram olaylik. Bizning hayotimizda tartib o'zgarib ketmasin. Bizning hayotimizda vaqt ana shundoq behuda isrof bo'lib ketmasin. Alloh taolo barliq musulmonlarni, butun islom ummatini mana bu vaqt ne'matiga ahamiyat beradigan va vaqt qarta mana shu o'zining mas'uliyatini tunib, majburiyatini tunib va shu orqali o'zini haqiqiy bir katta natija va utuqlarga yuzlantirishga ahamiyat beradigan komil mu'min musulmonlardan bo'lganini nasib qilsin. Va axiru da'vana anil hamdulillahi robbil alamin.